Klinika ishlashga tayyor, lekin litsenziya hali olinmagan. Faoliyatni boshlash mumkinmi? Mumkin emas. Tibbiy faoliyat litsenziya olgandan keyin amalga oshiriladi. Litsenziyada ko'rsatilmagan yo'nalish bo'yicha tibbiy xizmat ko'rsatish mumkinmi? Mumkin emas. Faqat litsenziyada ko'rsatilgan ixtisosliklar bo'yicha tibbiy xizmat ko'rsatiladi. Klinika boshqa manzilga ko'chdi, lekin hujjatlarda eski manzil qoldi. Faoliyatni davom ettirish mumkinmi? Mumkin emas. Litsenziyada haqiqiy manzil aks etgan bo'lishi shart. Klinikada ishlayotgan mutaxassisning malaka toifasi muddati tugagan. Uni ishda qoldirish mumkinmi? Mumkin emas. Malaka toifasi muddatli va qayta tasdiqlanishi shart. Klinika filialini litsenziyasiz ishlatsa bo'ladimi? Mumkin emas. Filial uchun klinika litsenziyasiga rasmiy o'zgartirish kiritilishi lozim. Bu holatlarning har biri ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Og'ir holatlarda esa jinoiy javobgarlikka olib kelishi mumkin.